Bu uzoq vaqtda birga o'sha ishlab o'zimiz o'ylab topgan bir metodika. Bu metodika desa ham bo'ladi, demasa ham bo'ladi. Qolgan hamkasblarimizga ham shuni biz o'rgatamiz. Shunday qilsa to'g'ri bo'ladi deb. Chunki обычно mikroteza olayotganda tuxumda urug'ni olib berishaveradi. Bu ham bir metodika. Biz shunday o'rganganmiz. Umuman bepishlikdagi bo'lgan muammolarni gapiradigan bo'lsak, mana shu mikroteza operatsiyagacha bo'lgan holatlar bor. Ya'ni hozir men bir narsa tendensiyani ko'ryapman. Bitta направленияni bu hammada shu urug'larda azospermiya bo'lsa, operatsiyani o'rganib olgan, davay sразу olib yotqizib operatsiya qilinyapti. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan diplomli vrach urolog, xirurg, vrach ultrasoniy diagnostika Kenja Yo'ldosh. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mikroteza operatsiyasini biz o'sha o'rta jarayondamiz. Hozir embriologlardan kutyapmiz. Bizda mikroteza operatsiya qilayotganda o'zimizda sxemamiz bor. Ya'ni biz nuqtalarni oldin aniqlab, o'sha nuqtalarda passifibrillyator soatda sfibrillator bilan tekshirib olamiz. Ya'ni o'shani yozib olamiz. Qayerdan agar urug' topgan bo'lsak, o'sha yerdan keyin o'sha urug'ni qidiramiz. Ya'ni u yerda adashib ketishlik mumkin, chunki tuxum rasa mayda, u yerda kanallar mayda, topilgan joydan yana u joyga qaytish qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun har bittasini biz fiksировать qilib yozib qo'yamiz. Qayerdan urug'ni oldik, chashkalarga bitta nomerlarini yozamiz. Bu uzoq vaqtda birga o'sha ishlab o'zimiz o'ylab topgan bir metodika. Bu metodika desa ham bo'ladi, demasa ham bo'ladi. Qolgan hamkasblarimizga ham shuni biz o'rgatamiz. Shunday qilsa to'g'ri bo'ladi deb. Chunki обычно mikroteza olayotganda tuxumda urug'ni olib berishaveradi. Bu ham bir metodika. Biz shunday o'rganganmiz, lekin o'sha joyda qayerdan olayotganingizni bilib, embriolga aytsak, shu yerdan topildi, shu chashkadan 10-chashkadan topsa, 10-dan kirib olinadi. Lekin mikroteza umuman bepishlikdagi bo'lgan muammolarni gapiradigan bo'lsak, mana shu mikroteza operatsiyagacha bo'lgan holatlar bor. Ya'ni hozir men bir narsa tendensiyani ko'ryapman. Bitta направленияni bu hammada shu urug'larda azospermiya bo'lsa, operatsiyani o'rganib olgan, davay sразу olib yotqizib operatsiya qilinyapti. Bizda tajribamizda shu muammosi hal bo'lmagan bemorlar ko'p. Undan oldin ham analizlar olish kerak. Ular hammasi protasi olinmagan, gormonlardan tashqari. Va bu narsani чтобы biz operatsiya vaqtida 100% aytishimiz uchun, shu operatsiyaga chiqqan mana urug'lar topilmadi, shu narsaga nuqta qo'yish uchun ungacha genetik analizlar hamma narsa kerak. Chunki bunaqa bo'lmasa, biz keyin operatsiyadan keyin boshimiz qotib o'tadi, yana boshdan analiz topshirish kerak, analizlar ko'plar topshirmaydi. Shuning uchun ham men sizlarni предупреждать qilaman, bu haqida biz podkast qilamiz hamkasblarimiz bilan. Ya'ni qanday qilsa shu mikrotezagacha bo'lgan jarayonlar to'g'ri bo'lishi kerak va darrov bu narsani operatsiya qilish kerak emas. Biz 3 oy buni stimulyatsiya qildik, analizlar oldik, genetik bular aytish qiyin bemorga. Qachonki siz shu analizlarni tushunasiz, shu mana shu analiz nima uchun kerak bemorga tushuntirib bera olsangiz, bemor shu ishni qiladi. Lekin uni tushunmasangiz, bitta operatsiyadan oxirida shu nima kerak shu analizlar bekorga, chunki analizdan endi ochiqchasiga aytish kerak. Ko'p doktorlar uncha katta protsent olmaydi. Protsent operatsiyadan olganligi uchun shu sразу borib operatsiya qilinyapti. Bu narsa noto'g'ri albatta. Endi noto'g'ri narsani noto'g'ri deb aytish kerak. Bu narsa odamning taqdiri. Ertaga odamning taqdiri bilan bunday o'ynashmaslik kerak. Va tajribada ko'p holat bo'ladi. Bugungi bir kelgan bemorda urug'i 0% ga tushib ketishga jarayon ketgan, ya'ni urug' birinchi 20 million bo'lgan, 10 million, 8 million, o'sha hozir 400 mingga pasayib qolgan, farzand bo'lmagan, u yerda davolagan, bu yerda davolagan. Vaholanki uni olib o'sha urug'ni muzlatib qo'yish kerak edi. O'shani eko qilish kerak edi. Boshqa iloji yo'q. Endi u bemor doktorlardan xafa bo'lib, ko'ngli qolib, umidsiz bo'lib borib bir vodiyda qayerdadir o'sha tabibda davolanyapti. Endi doktorlar bu narsani hal qilmagan, tabib hal qilib beradimi? Natijada bemorda nafaqat ham doktorlarga bo'lgan nafrat, butun insoniyatga bo'lgan nafrat paydo bo'ladi. Chunki u yerda bunaqa va'da bergan, bu yerda bunaqa va'da bergan. Bepishlikda katta va'da berish kerak emas. Bepishlikda aynan og'ir holatlarda biz ham bemorlarga to'g'risini aytamiz. Muammangizga nuqta qo'yib beramiz, sizda farzand bo'ladimi, bo'lmaydimi? Qolgani Xudodan peshonaga yozilgan bo'lsa, Alloh subhanahu taolo beradi. Shuning uchun ham bekorga aytilmagan Qur'onda bu narsaga javob berilib ketgan. 1400 yil oldin Qur'onda aytilganki, kimgadir o'g'il farzand beramiz, kimga qiz farzand beramiz, kimgadir farzand bermaymiz. Shuni olimlar tafsir qilib aytganki, shu farzand beradigan odamlar, ya'ni shu odamlar 4 ta nimaga bo'linadi.
guruhga bittasi faqat o'g'il bola farzand, faqat o'g'il bola, bittasi faqat qiz bola bo'ladi. Bittasi umuman farzand bo'lmaydi. Ya'ni to'rtinchisi ham o'g'il ham qiz bo'ladi. Sizda ham o'g'il ham qiz bormi yoki faqat qizmi yoki faqat o'g'ilmi? Baxtlisiz. Chunki odamlar mana shu narsani olishligi uchun, mana shu zavqni olishligi uchun million dollar berishga tayyor, lekin biz ko'p holatlarda ojizmiz, bu narsaga yordam bera olmaymiz. Va hozir ham mana biz kutyapmiz embriologlardan javoblarni. Agar urug'lar chiqsa, oldin muzlatiladi, oilasiga ekiladi. Siz esa o'zingizni ehtiyot qiling. Siz doimiy ravishda hozir internet rivojlangan bir shifokorga murojaat qildingizmi, o'zingiz shu haqda обязательно bilimga ega bo'ling. Обязательно o'qing, izlaning, bu uchun doktor bo'lish shart emas. Umumiy sizda tushuncha bo'lish kerak o'z kasalligingiz haqida. Sog' omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling, like, kommentariyingizni unutmang. Salomat bo'ling.